tepangdan 40-45 darajadagi issiq urib turgan bir paytda malina yeyish qoni foyda. Bilasizmi, malina shu qadar katta mo'jizaki, siz uni yaxlit meva deb o'ylarsiz. Lekin bu yaxlit meva emas. Ya'ni har bir mana bu ko'rib turgan donasi bir meva hisoblanar ekan botanikada. Ya'ni mana shuning ichida urug'i bor. Mevalar jamlanmasi, ko'ryapsizmi? Marvaridga o'xshaydi. Bilasizmi, malina haqida zo'r faktlar topdim, sizga ham yetkazish niyatim bor. Malina tabiiy aspirin ham deb atalar ekan. Xalq tabobatida shamollaganda, hatto issiq ko'tarilganda malina yesangiz tushirar ekan va dorixonalarda sotiladigan aspirinda asosiy tarkibi malinani tarkibi bilan bir xil ekan. Og'riq qoldiruvchi ham hisoblanar ekan va eng muhimi qonni suyultiradi. Aspirin qonni suyultiradi-ku. Aspirin oshqozonga ziyoni bor, lekin buni aslo ziyoni yo'q. Mana hozir yana bitta yeb qo'yaman. Yana bitta eng muhim fakt aytaman sizga. Bu isbotlangan fakt. Ya'ni saraton hujayralariga qarshi qalqon vazifasini o'tar ekan. Malina tarkibida ellagik kislota bor ekan va juda ko'p ekan u. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, bu modda organizmdagi saraton hujayralarining ko'payishini to'xtatish va yallig'lanishni kamaytirish xususiyatiga ega. Dunyodagi juda kam sonli o'simliklar bunday xususiyatga ega. Eng muhim jihatlardan bittasi, ozish uchun eng yaxshi vosita bu malina. Tarkibida deyarli shakar yo'q, o'shaning uchun odam tez ozadi. Yana bitta qiziq fakt, asalari uchun qoni foyda ekan. Malina qarang, pastga qarab o'sgani uchun yomg'ir yoqqanda ham uni gulida changlari saqlanib qolar ekan va 1 gektar maydondan asalari, e'tibor qiling, 70 kilogrammgacha asal yig'ishi mumkin ekan. Eng muhimi, cho'ntakka ham daromad. Biz hozir Parkent tumani Hisorak qishlog'idamiz. Bu yerda Xoliqovlar oilasi mana shu 6-7 sotix maydonda malina ekib bugun daromadga kirgan. 2 yil bo'lgan bu biznes boshlanganiga, lekin 1-yildanoq hosil berib daromad oladigan biznes hisoblanadi bu. Hozirgi kunda 1 kilogramm malina narxi 70 ming so'm bozorda va erta bahordan toki qishgacha bu sizga tinimsiz daromad keltirib turadi. Mening tomorqam loyihasining bugungi sonida biz avvalo murojaat qilganimiz malina biznesda siz bilmagan qirralarini, siz bilmagan sirlarini yana o'rgatamiz. Ya'ni xonadon sharoitida yetishtirsangiz kam bo'lmasligingizni tushunib yetasiz. Daromad bilasizmi? 5-6 sotixdan 200 millionga yaqin. Endi bizga gapirib bering, buni qachon boshladingiz? Qarang, qanday chiroyli bo'libdi-da. Necha yilda shu ko'rinishga keldi bu? Va qachondan bir daromad qilib boshlayapsiz bundan? O'zi malina haqida gapirib bering bizga. Bu malinachilikni 2 yil bo'ldi boshlaganimizga. Shu 2 yil ichida shu darajaga yetib keldi. Buni erta bahorda ekkanmiz, ko'karib, gulga kirib, mana hosillari hisob, yoz oyida pishib, avgust oyigacha sotamiz-da. Demak, qarang, 1-yil ekkan odam 1-yil hosilni oladimi? Kuz oyiga kelib, shu darajaga yetib keladi bahorda ekkaningizda. Gullaydi, mevalarini tugib, pishib, kuz oyidan sotishni boshlaysiz. Keling, noldan boshlaylik. Buni ko'chatdan ekiladi, bu. Ko'chatdan ekiladi. Ko'chatni qayerdan olamiz? Ko'chatni zakaz qilib olib keltirganmiz. Ekib, ariqlarini ham tegini yumshatib turish uchun maxsusan traktorlar, mashinalar bor. Haydash uchun 2 metr oraliq qilib, malinani ekish orasini 50-60 santimetr qilib ekkanmiz. Lekin hozir 50-60 emas-ku buni orasi. Buni tegidan chiqqan yosh navdalari bor-da. Yana hozir chiqib keldi. Mana bularning hosili tugab, olib bo'lganimizdan keyingi hosilga bular tegidan chiqib ketgan navdalar hosilga kiradi. Demak, mana olib keldik. Ko'chat nech pul hozir? Hozir buni 35 mingdan olib keltirganmiz bitta ko'chat. Nima nav bu? Bu palana. Palana navi. Bizning iqlimimizga shu nav yaxshi tushadi. Yaxshi tushadi. Bu navlari ko'p, turlari. Palana, indiraza, maravelna, polka, margarita. Bizda asosan hozir indiraza bor, maravelna, palana turlari bor hozir. Qayerda navlari o'zi bular? Bular chetdan keltirilgan, Belorussiyadan olib keltirilgan bu. Braziliyada ham bor, eksport qildirib, kuz mavsumida qalamchasi keltirilganda. Sanamoy, bu yerda nima bor edi va nimani buzib malina ekdingiz? Chunki Parkentliklar hech qachon tomorqasini bo'sh qoldirmaydi-da. Bizda giloslar bor edi, asosan. Mana yonida ham ko'ryapman. Atrofimizda ham turibdi. Giloslarni olib malina bilan shug'ullanamiz. Malina shunaqalar yaxshi to'g'ri keldi bizga. Kimdan eshitdingiz? Qanday qiziqdingiz bunga? Telefonlar orqali, Instagramlar orqali ko'rib, so'rab, surishtirib, o'zimiz oilaviy
olib kelib ekib ko'paytirdik. Hozirgi shu kunda ko'pchilik ekdi. Shu malinadan har xil turlari chiqyapti yana. Ya'ni sekin-sekin yangilab turlarini olib kelib ekib ko'paytirish niyatimiz bor, boshqacha turlaridan. Ekkan odam qanday daromad qilishini ham aytaylik. Siz necha sotixga ekkansiz hozir? Mana shu malinazor necha sotixda? Hozir 5-6 sotixga ekilgan. Nechta tup? Tupi ko'p. Sanoq yo'q. Sanog'i yo'q. Siz o'zingiz sotib boshladingizmi hozir? Sotish boshladik. Iyun oyidan sotish boshladik. Har 2 kunda bir terim bo'ladi. Buni ham o'ziga yarasha ozuqalarni berishingiz kerak. Vitaminlari bor, quyoshdan saqlashingiz uchun, mevasini shu darajaga yetkazib pishirib berish uchun vitaminlarni berasiz. Ildizlariga ozuqa kerak. Bu suvni yaxshi ko'radi. Suv yaxshi ko'radi. Har 2 kunda birda suv qo'yamiz, tomchilatish orqali sug'oriladi bu. Chunki Parkent tog'li hududlarda unaqa ariqdan oqib keladigan suv ham yo'q-da. Ha, suv ham. Qarang, yana bitta katta nima bochka deymizmi qo'yib qo'yibsiz. O'sha orqali mana shu Tomchilatib sug'oriladi hozir bilan. o'g'itni ham shundan berasiz, dorini ham shundan berasiz. Yo bargidan ham oziqlantiriladimi? Yo'q, barigidan oziqlantirmaydi. Asosan shu suvga qo'shilib, tomchilatish orqali yuboriladi. Mana qarang, ba'zi bir o'simliklar borda, mana bargdan kasallanadi, mevasiga kasal tushadi. Bunda unaqa narsalar Ularda ham bor. Endi shu dorichilardan so'rab, surishtirib, olib kelib sepasiz. Bizda hali u narsa kuzatilmadi. tomoshabinga hisob-kitob qiziqda. Mana 2 kunda bir teramiz deyapsiz. Necha kilo terib olasiz? 6 kilo, 5 kilo pishishiga qarab chiqaveradi, teraveramiz. Bir oyda 15 kun tersangiz ham 5 kilodan tersangiz bir kunda 70 mingdan 350 ming bo'ladi. 350 ming. Bunga ham men qarov kerakda ko'proq. Qarasa, siz o'zingiz ko'zlagan daromadingizga yetishasiz. Bu keyin o'tlardan tozalab turasiz. Tagida havo aylanib turishi kerak. Nafas olish uchun ildizlari. Tag qismini 30 santimetrgacha barglari olinadi. Yagona qilib. Yagona qilinadi. Ortiqcha navdalar olinib, bitta tupizda 4 ta, 3 tagacha nav qo'ya olasizda. Mayda bo'lib qolmasligi uchun mana hosillari katta-katta bo'lib turibdi. Shu darajaga yetkazish uchun mehnati ko'p buni. Shu mehnatini qilsangiz, siz o'z o'ylagan natijaga erisha olasiz. Ha, endi mehnat bilan-da daromad ham. Mehnat bilan hamma narsa. Bir oyda 50 million daromad qilishni o'zi bo'ladimi sizga? Afsusda emasmisiz shuni boshlaganingizga? Yo'q, afsusda emasman. Qiziqqan ishimiz. Mana sotdik, to'ylar bo'lyapti. Iyunning yarmidan boshlandi terim mavsumi. Qachongacha davom etadi? Bu avgust oyigacha. Buni mevasi tugaguncha, mevasi tugagandan keyin past qismidan 2 qarich qoldirib kesiladi shoxlari. Orada bir oy dam olib, yana shularga o'xshagan navda yetishib chiqish kerak-da. Demak, mana shu yerdan kesib tashlanadi-da. Kesib tashlanib, Avgustda. yana avgust oyida, sentyabr oxirroqlarigacha yana bu o'sib chiqadi. Shunday holga Shunday keladi. gullaydi, meva tugadi. Yana sovuq tushguncha hosilini olaverasiz. Demak, bir yilda 2 ta mavsum bor ekanda bu. 2 mavsumi bor-da. Qishdan keyin fevral oyidan yana tegdan chiqishni boshlaydi. Ozuqalarni berasiz, biogomuslar solinadi bularga, tag qismiga. Qarang, bunga faqat o'zingiz qarayapsizmi yo yordamchilar ham bormi? Yordamchilar bor, oilaviy o'jonim bor, xo'jayinim bor. Mana hozir ustiga 4 setka tutish uchun sharoit yaratib qo'ydik. Men so'ramoqchi edim, mana temirlarni nimaga qilib qo'ydilaring deb. Temirlarni tepa past tag qismiga sim tortamiz, bular ko'tariladi. Quyoshdan saqlash uchun 4 setka tutiladi bular ustiga. Demak, quyosh ham juda o'tkir tushishi yaxshi emas-a? Yaxshi emas. Avtob qo'ymaslik uchun, bularni saqlash uchun setka tutiladi. Mana qarang, ba'zilarda bunday oq dog'lar paydo bo'ladi. Oq dog'lar shu quyosh. Nuri quyosh ko'p tushganligi uchun shunaqa holat bo'lib qoladi-da. Bizda endi quyosh yoz oylarida endi mana hozir 50 gradusga boryapti-da. Lekin go'zal, buni qarang. Bittasida bir dunyo hosil berar ekanda bu. Mana qarang. Rostdan ham ko'p narsani yeb qo'ydim-da men. Bir 140 minglar, 2 kilolar yedim. To'lab ketamiz endi oxirida. Mana oraliq masofa ham yaxshi ekan, o'rtada ishlov berish uchun. Oraliq masofa bo'lish kerak. Mini kultivator bilan haydalish kerakmi yo mavsumda 1-2 martami? Yo'q, mini traktorlar bilan haydaladi, tag qismi yumshatiladi bularni. Kuzda va bahorda. Bir yilda 2 marta yumshatiladi. Endi qishda mavsum tugadi. Yana kesib tashlanadimi? Bu hozir ham qor tushguncha meva berib, shuni qoladi-da, keyin fevral oyida mana shu turganicha yana bir qarich qoldirib kesib tashlaymiz. Fevral oyidan yana yangi navdalari chiqadi tag qismidan. Shu paytgacha o'sib shu darajaga keladi. Zo'r. 2 yilda agar shu natijaga erishgan bo'lsangiz, sizga qoyil. Endi qarang, mana tagidan ham bir dunyo bo'lib chiqyapti-da. Buni ko'chat holda olib solsa ham bo'ladimi?
Ko'chatni erta bahorda sotdik. Bular ona ko'chati tagidan chiqayotgan, keyingi hosilga tayyor bo'lib chiqayotgan navlarda bular hozir. Bularni hozir yoz oyida ola olmaysiz. Siz yana bir gapni aytdingiz, avgust oyida keskanda mana bu mayda navdalar hosil beraveradi dedingiz. Beraveradi. Ya'ni to'xtab qolmaydi. Yo'q. Bu beraveradi. Kesgan qismimiz o'sha 1 oygacha, sentyabr oxirlarigacha xuddi shular kabi nav berib, o'sib, ketma-ketdan birini-biri ulab ketadi bular. Ha, zo'r ekan, zo'r ekan. Doim ro'zg'orga nimadir daromad kirib turar ekanda. Daromad kirib turadi, choy puli bo'lib turibdi. Ha, ro'zg'orni o'tkazish uchun. Bu yerdan unumli foydalanib, Kredit oldilaringizni nima qildilaring? Agrobankdan kredit oldik, malinachilik yo'lga qo'yib, yana boshqa navlardan olib kelib ekdik. Bu navlarimiz hali yosh, kuz oyigacha xudo xolasa shu darajaga keladi. Ha, mana bu yerda mana yangi ko'chatlarni hozir ko'rdik. Indiraza navdan olib kelib ekdik. Demak, ko'zingiz yetyaptiki, kengaytiryapsiz-da. Kengaytirib, parnigimiz ichida ham maravelna boshqacha to'rttadan bor, undan ham olib kelib ekib qo'ydik. Hozir bizda asosan 3 ta nav bor. Qaysi bir nav bizga qulayroq ekan, daromadliroq desa bo'ladi? Bizga endi asosan havoyimiz, quyoshimiz, joyimizni moslashadigan qismlarini biz shulardan olib kelib ekdik hozircha. Ha, qo'ni-qo'shnilarda ham qiziqish bormi, yo'qmi? Qiziqish bo'lyapti. Bu yil ko'pchilikda qiziqish bo'lib, ko'pchilik ko'paytirdi. Buni ko'rgandan keyin qiziqish bo'ladi. Men qiziqib ketyapman hatto. Uyga borib eksammikan deb turibman. Tasavvur qiling, kichkina joydan ancha daromad qilish imkonida. Va chidamli bu. Ya'ni sovug'irib ketdi, bir narsa bo'ldi. Yo'q, sovug'irish bo'lmaydi. Shu qor tushguncha, sovuq tushguncha hosil beraveradi bu. Mana hozir ko'rib turibmiz-da, qizarib, pishib kelyapti-da. Yaqin kunlarda terganmidingiz buni? 2 kun oldin terdik. Demak, bugunlarda yana tersa bo'ladi. Bugun terim kuni, bugun yoki ertaga teriladi. Bugun 350 ming daromad kiradigan kun xonadonga. Xudo xolasa. Mayli 50 million demaylik bir oyda, bir 40 million deylik. Mavsum davomida demak 200-300 million daromad qilsa bo'lar ekanda. Siz ishontira olasizmi bunga? Ishontira olaman. Endi mehnatini hamma narsasi joyida bo'lib, mehnatiga, qaroviga, hamma narsasiga qarolsangiz, siz o'sha o'ylagan daromadga erisha olasizda. Odam ishlatmaysizlarmi sizlar? Yo'q, hozircha o'zimiz yetarli. O'zimizga yarasha. Sanamoy, ro'zg'oringizga, xirmoningizga baraka bersin deymiz. Juda go'zal, mana Parkentda tog'li hududlarida. Siz mana shunday ishni qilmoqchi bo'lgan odamlarga nima tavsiya berasiz? Bular ham malinadan ekib ko'rsin, daromadga kirsin. Siz hammasini birdan boshlaganmisiz yo 1-2 qator qilib boshlash kerakmi? Nima deysiz? Biz endi etap kelyaptik hozirgi shu kungacha. Birdaniga boshlamadik. Sekin-sekin ko'paytirib kelyaptik. Ha, demak 1-2 qatordan boshlasa, 1-2 qatordan boshlab. Malinaning o'zi nima foydasi bor? Nima uchun biz malina yeyishimiz kerak? Bu malina davlenasi baland yuradiganlar yeb tursa normal holatda bo'ladi. Sizning ustozingiz kim? Ustozimni o'zim Adam. Ha. Ular ham shug'ullanadi. Yana bir ustozingiz internet bo'lsa kerak. Internet ustozlarimiz ko'p. Bir-birimizdan so'rab, o'rganib, o'z ustida ishlab, shu darajagacha yetkazib kelyaptik. Qishda buni yopmoqchimisiz mana bu issiqxona qismini? Xudo xolasa yopsak, bu navi o'sha issiqxonaga mo'ljallanganda 4 metrgacha o'sadi buni balandligi. Bu nav. Bu nav maravelna navi bu. Endi o'zi bu necha yillik o'simlik bu? Ko'p yillik. Tag qismidan kesib tashlash, bu o'zini yangilab kelaveradi-da bu nav. Demak, buni olib tashlab qaytadan ekishga hojat yo'q. Yo'q, o'zidan chiqqanini o'ziga ko'paytiraverasiz. Yana yosh nihol bo'lib chiqaveradi. Shunisi zo'r ekanda. Shunisi. Har yil xarajat qilib, ko'chat qilib ekmas ekansizda, aksiga, ya'ni ko'chat qilib sotsangiz bo'lar ekanmi? Sotsangiz ham bo'ladi. Boshqa nav turidan ko'paytiraman desangiz, bu navlarni olib tashlaysiz. Sanamoy, siz yangi boshlovchi dehqonsizda, malinachisiz. Lekin bizda ko'p yillik tajribali dehqonlarning ilmlari, tajribalari jamlangan kitob to'plamimiz bor. Agrobank qishloq xo'jaligini ilmiy jihatdan rivojlantirish tarafdori, davlatimiz rahbarining siyosatiga hamohang 100 kitob to'plamini nashr qilgan. Agrobooks loyihasi bor, 100 kitob loyihasi bor, fermerlar maktabi bor. Agrobankda bir ezgu maqsadi borki, xalqimiz qishloq xo'jaligidan daromad topsin, kambag'allikdan chiqsin va shu davlatning eng katta siyosatiga xayrixoh bir siyosat yuritadiki, odamlarimiz nimanidir o'rgansin. Mana 100 kitob bu sizga xazina. Bilaman, uy bekalari kitob o'qishga juda qiziqishadi. Kitoblar ro'yxatida hamma narsa bor. Va albatta bu yerda malina yetishtirish ham bor. Mana shu 64-kitobda
meva, sitrus, rezavor, meva va uzum ko'chatlarini tayyorlash degan bandi bor ekan. Ya'ni sizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni mana shu kitoblar orqali o'rganasiz. Bu kitobni sizga berardim, sal og'irlik qiladi. O'zimni qo'limda tura qolsin. Sizga bank tomonidan berilgan sovg'a, esdalik. Albatta o'qib chiqasiz. Rahmat. Mana bu yerda qarang, mevali bog' barpo etish. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Rahmat sizlarga ham.